Ayolimga xiyonat qildim. Buni bilib qoldi. Hech nima demadi. Faqat ko'zlarimga ko'zlari to'la yosh bilan ter bo'lib turdi-da, ichkariga kirib ketdi. Tunda uning yig'isi ovozini eshitdim. Tong sahargacha yig'lab chiqdi. Yoniga borib yupata olmadim. Tong sahar yig'i ovozi to'xtagani uchun men ham uxladim. Ertalab uyg'ondim. Quyosh ancha ko'tarilib qolibdi. Ayolim meni uyg'otmabdi-da degan xayol bilan o'rnimdan turdim. Negadir atrof jimjit edi. Qarasam u hali ham o'rnidan turmabdi. Yoniga borib uyg'otgandim, turmadi. U nafas olmayotgandi. O'zimdan nafratlanaman. Mana bugun uni yorug'i olamni tark etganiga 1 yil bo'ldi. Uning yuragi xastaligini bilar edim. Bilib turib, nafsimning quliga aylandim. Biz u bilan barcha hayot qiyinchiliklarini yengib o'tgandik. U men uchun yurakdan sevgan, og'ir kunda ham yonimda turgan yagonam edi. Men esa uni u yo'q. Lekin hali hanuz uning yo'qligiga ishona olmayman. Men yuzi qora gunohkorman. Vaqt soatim tugashini, Alloh meni jonimni olishini kutyapman. Chunki usiz hayotim ma'nosiz.